Assalomu alaykum, hurmatli a'zolar va Usta Tohir YouTube kanali a'zolari. Nasib bo'lsa ikkita kanalga video chiqadi. Kuzatib boringlar. Poiskovoyda Usta Tohir hurmatli video sizlar chiqadi. Obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir 5 ikkita xonamizni nasib bo'lsa istashkasini boshladik. Hozir bir 40 santimetrlar tuproq to'ldirganmiz. O'sha kilyonka qo'yib, mana tepaga chiqib turibdi. Va undan keyin 5-6 santimetr zasipga qilib mana o'sha trambovkasidan keyin shag'al tayyorlab chiqdik. Bu ham foydali. Keyin ustidan o'sha 5-6 santimetr nasib bo'lsa mana beton bilan olib tekislaymiz yana. Ustini to'g'rilab. O'sha rastvorni o'tkazib chiqamiz. Stashka bo'ladi. 40 ming so'mdan o'sha tagini to'ldirib qilib beryapmiz buni. Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanida bu narx. Boshqa viloyatlarda boshqacha bo'lishi mumkin. Narxi mana bu Kasbi tumani, mana shu atrofdagi narxlarni aytyapman. Ikkita xonamiz bor, narigi tomonga ham bitta xona bor. Buni o'sha stashkasi bo'lgandan keyin patologiya bo'ladi. Keyin devorlashga turka qilib, chiroyli qilib beramiz. Mana bir 50 metr betonni quyib bo'ldik. Bugun tugadi. 21-aprel 2025-yil bugun. Betonlarni quyib oldik nasib bo'lsa. Balandligi 90, eni 50 bo'ldi. YouTube kanalimizda videosi chiqdi, to'liq ko'rsangizlar bo'ladi. Hozir 4 kilo sement kiygan. Ikkovi sementli qilib, ser yog'li osh deydik, ser sement qilib istashgan qo'yamiz. Abadiy ketish uchun, ya'ni ko'proq vaqt chidab berish uchun, zabardast bo'lish uchun, baquvvat bo'lish uchun ko'proq sement qo'yib chotka qilib beramiz. Kuzatib boringlar. 40 ming so'mdan qilib beramiz. Nasib bo'lsa padagonliklar bo'ladi, derazalar almashadi, eshik quriladi, ishga turka bo'ladi, patologiya bo'ladi. Uni ham narxlarini batafsil keyingi videolarda aytib ketamiz. Instagramga ham hurmatli video sizlar chiqadi, obuna bo'lib qo'yinglar. Har kunlik yangi videolar chiqarib boramiz. Ishlarimiz yoqsa bitta like bosing, obuna bo'lib qo'ying. MD patolog Aboy Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Buxoro bo'yicha xizmat ko'rsatamiz. Murojaat qilaverasizlar. Hammaga rahmat, topganlaringizga Alloh baraka bersin. Bizni kuzatishda davom eting. Nasib bo'lsa kuzatib boraveramiz. Zasipkalarni ham qilib oldik. Endi stashkasini qo'yamiz. Narigi xonani ham tuprog'ini to'ldiramiz. Shu kilyonkani qoqib chiqishyapti hozir. Tepaga chiqib qolgan mana 5-10 santimetr. Olmishni ustidan o'ttiz qilib qo'yilgan, sababi o'tgan yil bo'lgan beton bo'lganmi, yorilgan. Ko'cha tomon o'sha bu darvozaxona ariq o'tgan sababiga mana bu o'rtalardan yorilgan betonlar. Mana bu atrofga uncha bildirmagan, narigi mehmonxonalar juda ham yorilib ketgan. Shuning uchun ustidan arma karkas qilib, boshqatdan biza 30 ga 50 qilib qo'yib chiqdik, to'liq hamma joy. To'liq uchastka ustin. 5 ta xona. Mana keyingi xonamiz. Sog' bo'linglar, bizni kuzatishda davom eting. Hammaga rahmat.